alaykum. Men Nurboyeva Gulmira. Yosh kitobxon ko'rik tanlovida 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Bu yutug'imda menga katta yordam bergan insonlar bu Nurobod tumani axborot kutubxonasi markazidagi xodimlar bo'ldi. Ular menga yetishmayotgan, topolmagan kitoblarimni topishga yordam berishdi. Men Muxtorova Mohinur, Samarqand viloyati Nurobod tumanida tug'ilganman. Men yosh kitobxon tanlovining 15-19 yosh toifasida respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritganman va bu g'alabaga yetishimda birinchi o'rinda ota-onam menga katta yordamni berdi. Ko'plab kitoblarni esa Nurobod tumani axborot kutubxona markazi xodimlari topishga yordam berdi.